Sessiya vaqti kelganda har qanday talaba baho uchun hamma narsaga tayyor bo'larkan. Men o'qirdim, lekin miyamga hech narsa kirmasdi. Domlamning oldiga kirdim, yalinib yolvordim. Nima qilishni bilmayapman, lekin baho olishim kerak, yordam bering, dedim. U menga tikilib turdi-da, hech kutilmagan, g'alati va qo'pol bir gap aytdi. Kallang ishlamasa, yo'g'on ichagingni ishlat. Uning bu gapi nimani anglatishini o'shanda tushunmadim. Lekin beshi baho olaman deb 5 kun o'tirishga qiynalib yurdim. Bu nima edi? Jazo edimi yoki sinov? Lekin hammasi aslida boshqacha boshlangan edi. Assalomu alaykum, qadrdonlarim. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyam bu shunchaki talabalik davridagi sarguzasht emas. Bu qalbning uyg'onishi, aql va his-tuyg'ular o'rtasidagi kurash hamda kutilmagan insonning hayotimizda tutgan o'rni haqida. Oramizda ustoziga ko'ngil qo'yganlar yoki o'qish sababli g'alati vaziyatlarga tushganlar bormi? Agar bo'lsa, bu hikoya aynan siz uchun. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va men o'sha unutilmas kunlarimni so'zlashni boshlayman. Institutga kirganimda men xuddi katta okeanga tushib qolgan kichkina qayiqchadek edim. Hamma narsa begona, uzun va sovuq auditoriyalar, yuzlab yangi chehralar, tinimsiz darslar va ma'ruza daftarlari. Boshida juda qiynaldim. Shahar hayoti, talabalik mas'uliyati yelkamni bosib turardi. Ammo bu kulrang kunlarimga rang kiritgan, yuragimni eng ko'p hayajonga solgan narsa darslar emas, balki bir inson edi. U bizning kafedramizga yangi kelgan, yosh, o'ta aqlli va o'ziga xos xarizmaga ega domlamiz edi. Ismi. Keling, uni Sardor aka deb ataylik. U kishi boshqa o'qituvchilardan butunlay farq qilardi. Odatda domlalar quruq ma'ruza o'qiydi, talaba bilan ishi bo'lmaydi. Lekin Sardor aka auditoriyaga kirganda xonadagi havo o'zgarardi. Uning gapirish uslubi, mavzuni tushuntirayotganda ko'zlarining yonishi, talabalarni tinglashdagi e'tibor. Hatto labining chetidagi kichik, deyarli sezilmas tabassumi ham menga nimadir bo'lishini his qildirardi. Har safar uning darsi borligini bilsam, ertalabdan yuragim tez ura boshlardi. Ko'zguga uzoqroq qarardim, eng chiroyli ko'ylagimni kiyardim. Darsga kirar ekanman, joyimni u ko'proq qaraydigan tomondan tanlardim. Kunlardan bir kun. Dars tugadi. Hammamiz auditoriyadan chiqib ketayotgandik. Men sekin narsalarimni yig'ishtirayotgandim. Shoshma degan ovoz eshitildi. Ortimga qaradim. Faqat men va domla qolgandik. U menga to'g'ri qarab turardi. Qo'lida mening yozma ishim. Bugungi savollaring juda yaxshi edi. Mavzuni chuqur tushunibsan. Shunday davom et, dedi u. Men u kishining nigohidan ko'zimni olib qocha olmadim. U nigohda shunchaki ustozning shogirdga bo'lgan maqtovi emas, balki mehr, qat'iyat va nimadir sirli issiqlik bor edi. Rahmat, ustoz, dedim zo'rg'a. O'sha kundan boshlab bizning munosabatimizdagi ko'rinmas devor dars ketdi. Bizning suhbatlarimiz faqat dars haqida bo'lib qolmadi. U meni tez-tez kutubxonada ko'rib qolardi, ba'zan yo'lakda to'xtatardi. Biz kitoblar haqida, hayot haqida, orzular haqida gaplashardik. Men undan nafaqat fanni, balki hayotga qanday qarashni o'rganardim. Ba'zida kech qolib, auditoriyada birga qolardim. Go'yoki mavzuni tushunmadim degan bahona bilan. Tashqarida shahar shovqini, deraza ortida oqshom tushardi. Auditoriyada esa faqat bizning ovozimiz va mening yurak urishim aks-sado berardi. Bir kuni yomg'irli kun edi. Kutubxonadan chiqqanimda yomg'ir juda kuchayib ketgandi. Soyabonim yo'q, bekatgacha ancha yo'l bor. Sovuqdan qaltirab turardim. Shunda oldimda tanish mashina to'xtadi. Oyna tushdi va u ko'rindi. "Yur, o'tir. Seni uyga tashlab qo'yaman, bu havoda kasal bo'lib qolasan", dedi u. Rad etishga kuchim ham, xohishim ham yo'q edi. Mashinaga o'tirdim. Ichkarisi issiq, sokin musiqa yangrardi. Yomg'ir tomchilari oynaga urilib, go'zal manzarani yaratardi. Domlam qo'lidagi termosdan menga issiq choy quyib uzatdi. "Ichib ol, isinasan." O'sha choyning ta'mi, deraza oynasidan oqayotgan yomg'ir tomchilari va uning yonimda ekanligi.
Bu lahzalar yuragimga muhrlanib qoldi. Uyim oldiga kelganda u mashinani to'xtatdi, lekin eshikni ochmadi. Bir zum jim qoldi. Rulni mahkam ushlab oldinga tikildi. So'ng sekin menga qaradi. "Hayot g'alati, bilasanmi?" dedi u o'ychan ovozda. Ba'zan biz kutilmagan odamga, kutilmagan paytda juda tez bog'lanib qolamiz. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin yurakka buyruq berib bo'lmas ekan. Men uning ko'zlariga qaradim va jur'at topib jilmaydim. Ba'zan esa bu tuyg'uni yashirish imkonsiz bo'ladi, dedim. O'sha kuni biz bir-birimizga ruhan juda yaqinlashdik. So'zlar aytilmasa ham qalblarimiz bir chiziqda tutashib qoldi. Ammo ikkovimiz ham ortiqcha bir qadam qo'yishga shoshilmadik. O'rtada chegara bor edi, ustoz va talaba. Kunlar o'tgan sari bizning yaqinligimiz asta-sekin kuchayib bordi. Avvaliga bu oddiy o'qituvchi va iqtidorli talaba orasidagi samimiy muloqotdek tuyulardi. Ammo vaqt o'tishi bilan men tushundim, bu tuyg'u oddiy hurmatdan ancha ortiq edi. U menga referat tayyorlashda, ilmiy ishlarimni tahrirlashda yordam berardi. Tushuntirish berayotganda menga juda diqqat bilan, xuddi mening har bir so'zim olmosdek qimmatlidek qarardi. Bir kuni institutda katta ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Meni ham domlam ma'ruza qilishga undadi. "Sen uddalaysan. Senda juda katta iste'dod bor", dedi u. Tayyorlanish jarayonida biz ko'p vaqt birga bo'ldik. Kechqurun auditoriya bo'm-bo'sh. Derazadan tushayotgan ko'chadagi chiroqlar nuri devorda yumshoq soyalar o'ynardi. "Juda charchadingmi?" dedi u stoldagi qog'ozlarni tartibga solarkan. "Yo'q, aksincha hayajonlanyapman", dedim men. U jilmayib stulga suyandi va menga uzoq tikildi. "Senda men yoshligimni ko'ryapman. Ko'zlaringdagi o't. Uni so'ndirma." Uning bu so'zlari menga qanot bag'ishladi. Ammo sessiya vaqti yaqinlashgani sari mening boshimda boshqa muammolar paydo bo'ldi. Boshqa fanlar, og'ir imtihonlar. Men asosiy e'tiborni Sardor akaning faniga va u bilan bo'lishga qaratganim uchun boshqa fanlarni o'zlashtirishda oqsab qolgandim. Miyam g'ovlab ketgandi. Qancha o'qisam ham eslab qololmayapman. Stress, uyqusizlik va o'sha ilmoqdagi voqea sodir bo'ldi. Men bir kuni juda tushkun holatda uning oldiga kirdim. Ko'zlarim qizargan, asablarim tarang edi. "Ustoz", dedim yig'lamsirab. "Menga yordam bering. Boshqa fanlardan yiqilyapman. Miyam ishlamay qoldi. Nima qilishni bilmayapman, lekin sessiyani yopishim kerak." U menga qattiq qaradi. Uning yuzidagi muloyimlik yo'qoldi. U hozir qattiqqo'l ustoz edi. "Oson yo'lni qidiryapsanmi?" dedi u sovuq ohangda. "Yo'q, shunchaki eslab qololmayapman", dedim. Shunda u stolga mushtladi va o'sha g'alati gapni aytdi: "Kallang ishlamasa, yo'g'on ichagingni ishlat." Men dong qotib qoldim. Nima? Bu nima degani? Nahotki u? "Tushunmadingmi?" dedi u kinoya bilan. "O'tirib o'qiysan. Kechasi bilan, kunduzi bilan stuldan turmay o'qiysan. Yo'g'on ichaging stulga yopishib qolgunicha o'qiysan. Faqat shundagina natija bo'ladi. 5 olmoqchimsan? Unda 5 kun joyingdan jilmay o'qi." Men yig'lab chiqib ketdim. U menga rahm qiladi deb o'ylagandim. U esa meni haydab soldi. Lekin uning gapi menga qattiq ta'sir qildi. Men uyga bordim va qamalib oldim. 5 kun. Rostdan ham 5 kun deyarli joyimdan turmadim. Faqat kitob, faqat konspekt. Uxlash yo'q, ovqatlanish ham tik turib. 5 kunlik azobdan so'ng tanam qaqshab og'rirdi. Ayniqsa uzoq o'tirishdan belim va oyoqlarim zirqirardi. 5 kun o'tirishga qiynalib yurdim deganim shu edi. Jismoniy azob. Lekin imtihonga kirganimda savollarning hammasiga bittalab javob berdim. 5 oldim. Chiqib Sardor akani ko'rdim. U yo'lakda turardi. Meni ko'rib miyig'ida kuldi. "Ishladimi?" deb so'radi. "Ishladi", dedim, ham kulib, ham yig'lab. "Lekin o'tirishga qiynalyapman." U kulib yubordi. "Ana ko'rdingmi? Mehnatning tagi rohat. Sen
Sen kuchlisan. Sessiya tugadi. Bahor keldi. Kampus atrofidagi daraxtlar gulladi. Bir kuni darsdan keyin auditoriyada daftarimni unutib qoldim. Qaytib olgani bordim. Eshikni asta ochsam, u yerda faqat domlam qolgandi. U stol ustidagi kitoblarni tartibga solayotgandi. Meni ko'rib jilmaydi. "Qara, sening daftarlaringni topib qo'ydim, seni kutayotgandim", dedi u va daftarni uzatdi. Men daftarni olayotib, tasodifan qo'llarimiz tegib ketdi. O'sha bir zumda hammasi to'xtagandek bo'ldi. Vaqt, shahar shovqini, imtihonlar, hammasi yo'qoldi. Yuragim qattiq ura boshladi. Nigohimiz esa bir necha soniyaga bir-biriga bog'lanib qoldi. U shoshib ortga chekinmadi. Men ham qo'limni tortib olmadim. Go'yo ikkovimiz ham bu yaqinlikni, bu elektr tokini his qilishni xohlayotgandek edik. Uning qo'llari issiq edi. Uning ko'zlarida endi ustozning emas, balki oshiqning nigohi bor edi. "Ba'zi uchrashuvlar borki", dedi u past ovozda, "ular inson hayotini butunlay o'zgartiradi. Men seni shunday uchrashuv deb bilaman." Men jilmaydim. Ko'zimda yosh qalqidi. "Men ham", dedim pichirlab. "Biz o'sha chiziqdan o'tmadik. Ammo biz bilardik, o'qish tugashi bilan bu hikoya yangi sahifadan boshlanadi." O'sha kunlardan keyin men har bir darsni intiqlik bilan kutadigan bo'ldim. U mening hayotimga ilhom, ishonch va yangi ranglar olib kirdi. Uning o'sha qo'pol hazili, yo'g'on ichak haqidagi gapi aslida meni chiniqtirish, o'zimga bo'lgan ishonchimni qaytarish uchun aytilgan eng to'g'ri so'z ekanini keyin tushundim. Hozir oradan ancha vaqt o'tdi. Men institutni bitirdim. Ba'zi hislar so'zlardan kuchliroq bo'ladi. Va ba'zi ustozlar, ular shunchaki fan o'rgatmaydi, ular yurakni ham o'rgatadi. Azizlar, hayotda qiyinchilikka duch kelsangiz, o'tirishga qiynalsangiz ham bilingki, buning ortida katta yutuq va balki katta muhabbat kutib turgandir. E'tiboringiz uchun rahmat. Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.